Ey yaptı şuydu şamallar Nime dise devesin Tiki perxel amallar Nime dise devesin Nime dise devesin Öz yolunğa meni ver Öz özünni ver Esed xorga amal yok Nime dise devesin Orkolap əxməklər Tar üzüb səxməklər Əsəd o dip uclar Nimi disə dəvəsor Gönlünün asmalları Tarihe vargan sırrı Çavakçili birleri Nime dise devesin Çavakçili birleri Nime dise devesin Gözler silip qarab bak Öz özünge yarab bak Gaybetçidem gaybet Nime dise devesin Öz yolunga meni ver Öz özünni ver Esed xorga amal yok Nime dise devesin Orkolap əxməklər Tar üzüb səxməklər Əsəd o dip uclar Nime disə dəvəsin Əsəd o dip uclar Nime disə dəvəsin Rahmet. Hem oğlum öğretmen oğlum köp rahmet. Şakaten yaxşı ustazlar. Bugün benim bu kirişindik asas sebep. Birisi amanımız yetekçi ustazlı bilen mu görüşmek uzun boptu. Sizlerden hal soraş. En mühimi bugün benim şu Jibekoli sahnesi katlaşıvatkan bizden mahirlerden hal soraş hem işlağa medet veriş üstünden geldim. Karşılığımız. Sözlerden doktorsan sizge dayırgan getimiz var. Diyerek sözlerimizde muştaba fırsatlarda devam etsak sizni kösek kokap gitme diyemeydik. Kokma şunu senden aldığın bağımlıdır ben kendim durmadım. Kokap getişliğinin sebep bu bir muhabbet, bu bir hürmet dep qarayman. Bizninki sanatimizningki muşunchilik biz zo'r tök bilan qo'shganingizga shundaqla bizning ma'naviyatimizga, kulki madaniyatimizga zo'r tök bilan qo'shib shundaq zo'r cho'ng o'rinlarda turib, yana sahnamizning kichik ko'may mushakkab bizni madad berganingizga chin dilimdan rahmat deyman. Shunchalik xush bo'ldik. Artistning cho'ng kichigi va sahnaning cho'ng kichigi. Rahmat. Bu ro'yingizni bizlar ham shunchalik ta'sirlandik ham sizning o'ginimiz. Teningiz salomat bo'lsin. Bizning vaqtimiz uchun, xalqimizning kulki madaniyati uchun teximiz zo'r. Kelringiz texima baxt saodat ishida olsun. Eng muhimi oltin teningiz amon bo'lsin. Rahmat. Endi men bir ishingizga qilay. Abdukerim abimiz yaxshi turibsa, uzun bo'pti, ko'rish bo'lamidi-qa, sen xizmat ishingni aldirash. Onun ustiga Abdukerim abimiz bilan bizning tariximiz uzun. Balavoqlarimizni tatib o'yinni birga qo'ygan Janub Shinjang hamiyati nihoyat yaxshi hamkorlashib o'tgan. Onun uchun bu do'stimning bu ko'p qirliq deb Abdukerim abimizning desi bo'ladi. Hamma jihatdan ham onun ustiga kino ishlash deysa xizmat aldirash. Şun ko'rish bo'lamidi? Sırtından so'rab turdim balalardan.
Yaxşı turvadı da işleri Rahmet, yaxşı dedi rahmet, qağırını rahmet. doyundan görüp dedim. Büge rahmet bizning bu köngül sanap İpek yolunu qo'llab ustozlardan al so'rab kelgan ko'p rahmat etdingiz. Rahmat. Bizning usto faoliyat etishimiz bilan muhtarkamning ovozi bilan raqasini Sizlar mag'aysiz. Rahmat. Rahmat. Rahmat ustoz. Hamma bir ishga qizga qilay. Oldi bilan Ipak yo'li sahnasi kelib, Ipak yo'li sahnasida mushu bizga o'xshash naqshchilarni, barcha mayirlarni qo'llab kelganingizga ko'pdan ko'p rahmat. Shuning bilan birga sizniki shu oldingi yillik 2025-yillik mushu erishgan shon shuhratlaringiz, natijalarınız bizningki kinochiligimizga, Abdunum rayonimizning sayohatchilik ishlariga nisbatan sizningki erishgan kinolardagi natijalaringiz hammamizni suyundirdi. Sizdan biz faxrlanamiz ustoz, sizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Ben merkezden oğlum söyleyeyim. Bayam Ömercan alımı da bilek etti. Ömercan bile montaj ettiğinde bizge 35 yıldan artık oraklık oldu. Şunda oldu. Biz vaxtıda bala vaxtlarımız hatta şu sene şöyle yanı bitirip onun dinkin biz böyle oyun katlaşıp şu jaryandan tatip şunda yakın ötep kelip atkan. Rahmat. Bugün mana şu yakınlarlıkta yana bir kıdım görüşüp nait hoş oldum Ömercan. Salamet olgan. Sizge mi muhabbet etmeyi Rahmat. Obdan bana bakıyor. Rahmat aka. Örlen ufkam. Rahmat aka. Hem mening bu yerda 3 inlerim barkan hammangni shu. Bugun yana mush munosabat bilan bayam men aytgan naqshininki tekstini muhtarkam yozgan. Acayip yaxshi chiqibdi. Onun muzikasini mishal bizning kechqadan danglik bir qeri bir ijodiyatchimiz bor, Hojimat Qurban. Shu Hoji yozgan naqsha. Bu gepini tatib oldim. Hojiga ama ismi tushmagan, yomon cho'ng ismi Hoji degan. Buningga Imron Erpon degan ismlar. Ama herhalde ismiga loyiq ish qilyotdi bu. Chiqyapti da yaxshi. Ondan so'ng men naqsha hozir men aytganda diqqat qildim. Muzik ismi tekst ajoyib peyzaj joyidilam. Mening naqshamdagi olib ketibdi qarasa. Rahmat. Sendik azroq quroqli bormi yani? Juda peyzaj. To'g'ri. Ma'qul rahmat. Assalomu aman bo'linglar. Bir qadam turib turing, men mo chiqib baqay. İşiniz olmagan gibi çıkın asal. Qilqish. Azroq so'g'itimiz va Rahmat, avval rahmat. qabul qilamiz. Azosini qabul qilamiz ustoz. Rahmat. Rahmat. Salom qarindoshlar, ustozlar. Abdukirim Ablaz bizningki Şinjanning Büyük Junxoninki edebiyat san'atiga zo'r to'p qo'shib kelayotgan yigitlarimizning birisi. Biz oldi bilan Abdukirim Ablazga 8-qaror Norat Ipak yo'li sadosidan bir olqish yangrtayli. Rahmat. Hammasi sizlarninki biz qo'llab quvvatlashingiz uchun natijasi rahmat. Bir kichik bola bor ekan. Bu kichik bola o'ynab etib bir qo'choq deb bepti. O qo'choqni öge akirib qo'ygandan keyin bu ma'lum mezgildan keyin o qo'choqning ichidan bir kipinek 5'ini chiqaribdi-da. Chiqargandan keyin bu bola aldirab ketib, qaychi bilanlar kipinekni bu dunyoga akibdi. Kipinek muddatdan burun tug'ilib qolganligi uchun jafo mushaqqatni 5'idan kechirmaganligi uchun shu zamonda o'lib ketdi-chu. Mening demoqchi o'g'lim nima degan vaqtda Abdukirim Ablaz bir qonuniyatga bo'ysungan, jafo mushaqqatni 5'idan kechirgan, kechmishlarni 5'idan kechirgan yigit. Shunlashqa qonuniyat bo'yicha jafo mushaqqatdan keyin endi natija qozongan yigit. Bu yigitninki Abdukirim Ablazning tirishchanligiga biz qo'l qo'ymay bo'lmaydi. Meyli kino sahasida, etod sahasida, bayamqidek naqsh sahasida, aktyorluk, rejissorluk ve başka valakaza mushu har qanday jihatda, san'atda, odimiylik jihatda, samimiylik jihatda Abdukirim Ablazni shu jafo mushaqqat orqali g'alovat ko'rdi desak bo'ldi. Anchimo ko'rib ketmadi. Ana shunday bo'lsa, bu ko'rdi desak bo'ldi. Bu Abdukirim Ablaz bana ancha amroq emas u, ammo fukam deydigan gapim gibi amroq.
Şuna bu ukam ne köp tuğuzu etmeyle ma boynun aldı ma qarab baksam yaman pakka görünüp atma şunu az düşüp ketsek oğu dek. Unda bolsa başka gap bolmaz hoşuşamdık. Salomat bo'ling. Hammaga istiqomat yor bo'lsin, rahmat. Harmag'aysiz, ustoz, harmag'aysiz.